Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga jo'nab ketayotgan bugungi reysimiz xudo xolisa Pasatkaga qo'yildi. Hamyurtlarimiz o'z joylarini egallashmoqda. Hamyurtlarimiz mana hammasi o'z biletlari bilan Pamesda ketadi. Moskvadamiz mana vokzal Kotelnikidan primoy bo'ladi. Hamyurtlarimiz mana biletlari bilan ketyapti mana. Akalar, biletinglarni oldinglarmi? Hammanglar yaxshimi? Yaxshi ketyapsizlarmi? Biletingizni ko'rsatib qo'ying uka, ismingiz nima? Mana aka-ukalar, mana bizda hammasi realniy, mana biletlari bilan bo'ladi. Bugungi reysimiz mana ketyapti akalarimiz. Akalar, yaxshimi hammasi? Biletlarni oldinglarmi? Ha, menda yozib qo'ygan bo'yicha 35-joyga o'tirasiz. Joyingizga o'tirasiz. Yo'q, joyingizga o'tirasiz aka. Aka-ukalar, mana ko'rib turibsizlar. Aka, Alisher akamidingiz? Yaxshimi? Biletingizni oldingizmi? Aldamabmizmi? Hammasi cho'tkimi? Mana aka-ukalar, mana hammasi xudo xolasa Pamesda ketiladi. Xo'p, dokumenti yo'q aka-ukalarimizdan bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Yordam berib olib ketamiz. Shofyorlarimiz o'zlari tushuntiradi. Hammasi cho'tki bo'ladi. Aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'laveradi. Mana hamyurtlarimiz o'z joylarini egallashmoqda. Mana hammasi Pamesda, hammasi cho'tki. Mana ko'rishinglar mumkin. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Hammasi qonuniy, haqqoniy aka-ukalar.